Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan geometrik jismlarni, proyeksiyalarini yasashni o'rganamiz. Bilamizki, fazoda har bir geometrik jism 3 o'lchamga ega. Xuddi mana shunday. Kubni aylantirib ko'rganimizda 6 ta tomonga ega ekanligini ko'ramiz. Bu 3 o'lchamdagi kubning shakli. 3 o'lchamli shaklni 2 o'lchamda tekislikka tasvirlash uning proyeksiyasi deyiladi. Proyeksiyada detalning 3 ta asosiy ko'rinishi tasvirlanadi. Ya'ni detal haqida tasavvur qilishimiz uchun 3 ta ko'rinishni o'zi yetarli. Proyeksiya so'zi lotincha so'z bo'lib, oldinga, ilgariga tashlamoq degan ma'noni anglatadi. Ya'ni tushunarli bo'lishi uchun detalni soyasi deb ham qarashimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, e'tiboringizni ushbu animatsiyaga qaratishingizni so'rayman. Bu animatsiya orqali kengroq tasavvurga ega bo'lasiz. Uch asosiy ko'rinishimiz bu detalni oldidan ko'rinishi, yonidan ko'rinishi va ustidan ko'rinishi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, tarqatmalarni olib daftaringizda chizib ko'rishingiz mumkin.